Hey! Uyimizda chota kimdir bormi? Uyda ding dong deyapti. Chiroyli qiz ekan. So'nggi nafasgacha bo'lmaymiz ayro. Senga jonim fido, senga jon fido. O'g'lik qilaylik. Sevyapsanmi? Qanday nima bo'lyapti? Yuragim chota tez uryapti. Milisa keladi, hozir ketaydi. Tualet suvini bosib qo'y. Sen meni shirin ta'ming bilan tentak qiling. Abida seni ta'mi bilan tentak qilgan bo'lsa, sen esa meni ketayliga kompot. Do'stim, men bu qizga ko'zimni bermoqchiman. Qiz sevib qoldim uni. Sen jinnimisan? Jin beraman. Xullas sizni sevib qoldim. Agar yo'q demasangiz, men sizga o'zimni ko'zlarimni bermoqchiman. Yo'q, shart emas. Lekinchi ko'zingiz ko'k bo'lsa zo'r tushardi-da. Endi borida. Meniki sal ola. Qayerga ketyapmiz? Doktorga ketyapmizmi? Hozir to'xtab turing, ko'stama qayerga ketyapmiz. Rustam aka! Siz meni tashlab ketganga xor bo'lasan degandingizmi? Hech qachon xor bo'lmayman. Mani bittaga sevdi, ko'zini ham beraman dedi. Cho'zi etag'i? Yo, ichra o'yinmi bu? Nima o'yin bu? Ko'ryapsanmi sen? Men sizni aldagandim. Yo, nega aldingsan? Zachем? Ha? Zachем? Ya bir juvon bo'lsa. Yo, bu mashinlikning yangi turimi nima bu? To'xtang, siz men qalbimni o'g'irladingiz. Qalbingga bor-ku, seni qalbingga bor-ku, seni qalbingni o'g'irlagandan ko'ra uyingni o'g'irlaganing ma'qul edi. Meni go'zal ayolim. Kimga like bosdingiz? Kim bu? Nima qildi? Yo, janjal qilish shartmi? To'yib ketib, qachongacha bunaqa qilasiz? Odam masakan sho'l. Chakki biti. Qara, xotinim bitta qizga like bosganimni ko'rib qoldi-da, shunga janjal qilyapti. Xafa qilib qo'ydim, nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, men sizni tushundim. Agar xotiningizni xafa qilgan bo'lsangiz, unga o'q gullar olib keling. U albatta sizni kechiradi. Yana yordamim kerakmi? Yo, rahmat. Bo'ldi, unga gul beraman. Zo'r variant. Meni zebo ayolim, meni go'zal ayolim. Bo'ldi, janjal qilmaydiga, bo'ldi, to'yib ketdim. Odammas. Chaqjigidi be. Qara, yana zapal bo'ldim. Eski gaplashib yurgan sinfdosh qizim xotinimning oldida telefon qilsa bo'ladimi? Jahli chiqib ketdi. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, juda yomon ish bo'libdi. Senga shuni maslahat bera olaman. Agar zapal bo'lgan bo'lsang, xotiningga sifat shirinliklaridan olib kel. Sifat trendda. Xotining seni albatta kechirib yuboradi. 100% javob bera olaman. Ha, sifat haqiqatan zo'r-ku. Meni shirin ayolim, meni sifatli ayolim. Bo'ldi, unaqa qilma, men atay bormadim-ku, atay borga jonimga ham tegdi. Chaqjibiti, qara, yomon zapal bo'ldim. Kecha bolalar bilan klubga borgandik. Yonimizdagi qizlar istoriya qo'yibdi-da, hozir uyimda vayna bo'lyapti. Nima qilsam bo'ladi endi? Boburjon, sizga bitta gap aytsam, xafa bo'lib qolmaysizmi? O'zingiz girt-iskirt odam ekansiz. Xotiningizga ham shunday qilasizmi? Odam emas ekansiz. Iltimos, meni boshqa bezovta qilmang. Chaqjibiti, men qachon odam bo'laman? Siz odam bo'lmaysiz, bu krini g'or to'g'rilaydi, ChatGPT emas. Kim meni tushunadi? O'g'lim keldi. Rossiyskiy shokoladim, rossiyskiy vodkam keldi. Qanday? Zo'r ota. Bu kunmazga yor, nachaliging ham keldimi? Bu o'g'lim, dada. O'g'lim? Ismi Vilat. Voy, Vilat. O'g'ling o'zbekchani biladimi? Yo'q, bilmaydi. Ama onasini yemsa bu miskalang necha yosh? Endi 43 ga kirdi, dada. U eng yosh kattami sanda o'g'ling? Men ham majbur bo'ldim-da, dada, nima qilay, shu Rossiyan propiskasini olay deb onasiga uylandim. Alla Pugachovagami?
Uni yura Maksim Gorkiy-ku. Hop, что говорит он? So'kin men rus Ya tilini jizzachi, hoji sharmanda qilding. Ha, ruscha so'kyapsiz-da. Siz ham tushunadi-ku bu. Uzr. Vlad, Vlad. Ovqat kattalab boshlamaydi, otang boshlamaydimi birinchi? Vlad otasida o'ynash katta. Спасибо, сынок. Молодцы. Vlad, nima uryapsan otangni? Dada keling, sizni ham Vlad rossiyskiy politsiya qilib qo'yadi. Uray desam bittasi o'g'lim, bittasi nevaram. Paparon. Tur o'g'lingga tarbiya ber. Nimaga? Aroq ichib multik ko'ryapti. Ой, Влад! Я вообще не понял, сынок. А, Влад, там внутри смотришь, водканы пьёшься, а там папа смотрит меня. Пап, я не хочу! Жизнь так меня приучила! Просто шарманда qilding meni. Твой пап козёл! Он точно не козёл! Ey, rus tilida necha aytsang? Shunaqa tarbiya beradimi? Tarbiyangga chop. Папа святой меня. Понятно? Urma, otang tengi odam bu. Otang tengi odam, urma. Извиняюсь, сказал. Dada qayerga olib keldingiz? Riveradagi brend bozorga olib keldim. Mana sklat. Nima edi ismi? Vlad o'g'lingni odamga o'xshab kiyintirgan olib keldim. Brend bozorda Ava, Damat, Polo, Derimot, mana shu borku brendlarni tovarini arzon narxlarda olsang bo'ladi. Panela, ponela. Dada. Dada deyapti, qara. Damatni kostyum shimlarini bilasizlar, 4 million, 5 millionga sotadi. A bu yoqda 800 ming so'mga olsang bo'ladi. Dada. Dadasini bolasi. Dada. Derimot bilan Graderda 2 million, 3 milliondan sotiladigan oyoq kiyimlarni bu yoqda 300 ming, 400 ming so'mdan olsang bo'ladi. Dada, men Rossiyada ham bunaqa bozor ko'rmaganman. Bunaqasini faqat brend bozorda ko'rasan. Bor yo'qol kiyinib chiq. Иди сюда отсюда. Иди сюда, deyapman, nima deyapman? Добрый вечер, дорогие друзья. А Влад дома? Yo'q. Xotining keldi. Vlad o'g'lingni oldi, xotiningni oldi. To'y qil ko'zimga ko'rinma. Ota bu xotinim emas. Kim? Qizim. Doshinka. Dadam men keldim. So'mayapman men. Xotining necha yosh? Tirikmi o'zi u? Сколько вам лет? 72. Yo'q, ona mendan katta qizing. Как сама? Хорошо. Хорошо? Да, все нормально. Проходи. Aka yaxshimisiz, yangam yaxshimi? Yavacha lavazina. Qani bolam bitta amakingni so'kib berchi. Yonnaydi. Dadasi bolaga nimani o'rgatyapsiz? Aralashma tarbiyaga. Qani bitta onangni ham so'kib ber. Yapashan. O'chira o'zingni. Diqqatga o'tir. Kim o'tar? Qani bolam 50 gram ichasizmi? Ichadimi? Nima deyapsiz? Bizni toy bola 100 gram ham ichadi. Dadasi bolaga ichirmang. O'chira o'zingni. Tarbiyaga aralashma. Bola mana shunday bo'lib erkak bo'ladi. Go'r bo'ladi. Sizga o'xshab alkash bo'ladi. Qo'sh quloqni tagida shang'illama. Boring qol ishingni qil. Ol bolam, pomidor bilan zakuska qil. Ha. Menga qara, Hikmatli akanga borasan, bitta chiqishga aroq bilan nos sigaret olib kelasan. Toy bola. Dadas, bolani bunaqa narsalarga jo'natmang. Boring o'tib olib keling. Ana yerda bitta pimini o'zi toqqa bir o'zi ketyapti. Bolangga jin urarmidi? O'zi tishi og'rib yotibdi bolani. Bo'pti, nos qo'yaman, yaxshi bo'lib ketadi. Aqi. Yutma. Kaypini olib bor. Dadasi, bolangizga qarang, mazasi bo'lmayapti, isitmasi chiqyapti. Qilma. Oy choyga bitta narsa qo'shib beraman, ertalabgacha terlab mazza qilib chiqadi. Dengdan. Dot, meni ham boshim og'riyapti. Bu saniki boshqa narsadan. Bolani uxlatsang, seni ham davolayman. Bu yoqqa kel, dadasi qarang bu sultamatizga. Chekdiymi? Vechin. Ey, bu ertalabgacha ko'chada yuribdi. Ota bo'lib gapiraysiz ham. Faqat urmang. Anetta bitta piving bir o'zi tog'da yuribdi. Asari bolang erkak bo'lib yuradi ko'chada. Tirjayma. U pingi virusi hamchi maqsadi bor. Bunisi maqsadi ham yo'q. O'la. Maqsad nima kerak?
Hey, bolam qayerga olib ketyapsizlar? O'g'lingiz giyohvandlik va psixotrop moddalar savdosi bilan shug'ullanishda ayblanmoqda. Olib chiqinglar. Kino ko'raman. Xuddi kinolarda uyda olib ketyapti bolayni. Ishon. Nima? Yana chakib oldingizmi? Pingvin bor-ku, pingvin. Voy